Tezkor xushxabar. Ramazon oyida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Ma'lumotdan batafsil xabardor bo'lish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida kompleks chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ularni amalga oshirish uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Ajratiladigan mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish, nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyotlari xarajatlarini qoplab berish ko'zda tutilgan. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.